O'zi geometriya burchaklar mavzusi 8-test. Birinchi savolimizda yuqoridagi C nuqtadan o'tuvchi va D1dagi parallel chiziq o'tkazib olamiz. Joylashtirib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu 120 gradus bilan bu burchagimiz o'zaro ichki bir tomonlik. Shuning uchun buni qiymati 60 bo'ladi. Chunki qo'ysak 180 chiqishi kerak. Endi bu burchakni topishimiz mumkin. Bu burchakning qiymati necha desa, bu yoyiq burchak bo'lgani sababli hammasini qo'ysak 180 chiqishi kerak. 60 ga 40 ni qo'ysam 100, demak bu yerga 80 qolyapti. Endi bu 80 bilan alfa ichki bir tomonli burchaklar bo'lgani sababli bular yig'indisi 180 chiqishi kerak. Demak alfaning qiymati 100 bo'ladi. To'g'ri javob D javob. Ikkinchi savolimizda birinchi topadigan burchagimiz bu H burchak. Bu 110 ga teng. Endi ikkinchi topadigan burchagimiz E burchak. Buni qiymatini x deb belgilaymiz va formula bo'yicha x qiymatini topamiz. Xo'p, demak formula bo'yicha yozsak 70, ya'ni yuqoridagi bu burchakka 70 ga pastdagi hozir topgan 110 ni qo'shamiz. Va 2 ga bo'lamiz. Natijada 90 chiqadi. Endi bizda bu to'liq burchak bilan bu burchagimiz o'zaro teng. Nimaga desa, D1 bilan D2 o'zaro parallel deyapti. Demak, mos burchaklar ham teng bo'lishi kerak. X ning qiymati 90 bo'lsa, demak alfaning qiymati 20 bo'ladi. Chunki 110 bo'lishi uchun 90 ga 20 qo'shish kerak. To'g'ri javob B javob. Keyingisi, 3-savol. 3-savolimizda belgilanmagan burchaklarni belgilab olamiz. X, bu burchagimiz ham X, bu burchak Y, bu burchagimiz ham Y bo'lsin. Bizdan alfaning qiymatini so'rayapti. Demak, hozir biz ichki almashinuvchi burchaklar qoidasidan x ning qiymatini topishimiz mumkin. Ya'ni bu burchagimiz va bu burchagimiz o'zaro teng. Demak, x ning qiymati 70. X ning qiymati 70. Xo'p, x ning qiymatini topdik. Endi bu yerdagi x ning qiymati ham nima bo'ladi? 70 bo'ladi. Xo'sh, endi yana keyingi qoida qilamiz. Bu holatda bu burchagimiz bilan bu burchagimiz ichki almashinuvchi bo'ladi. Demak, bu yerimiz 70 bo'lsa, bu joyimiz ham necha bo'ladi? 70 bo'ladi. Endi 70 ga qo'shni bo'lgan burchagimiz 110. 110 bo'lsa, buni teng 2 ga bo'lsa, ya'ni 2 ta y deyapti-yu 110 ni. Y ning qiymati 55 bo'ladi. 55 bo'ladi. Endi yana xuddi o'sha hozir ichki almashinuvchi degan qoidadan foydalansak, alfa bilan mana bu tarafdagi y-imiz, ya'ni bu y bilan bu alfamiz ichki almashinuvchi burchaklar bo'ladi. Demak, alfaning qiymati ham 55 ga teng. To'g'ri javob C javob. Keyingi 4-savolimizda. 4-savolimizda xo'p, SK to'g'ri chiziqni ozgina davom ettirib olamiz. Davom ettirib, pas bilan ulab olsak. Endi keyingi qiladigan ishimiz. Biz aytyapti mana DE chiziq bilan, ya'ni bu chiziq bilan bu chiziq SK chiziq parallel ekan. Demak, bu joyimiz ham 80 bo'ladi. Qo'shnisi 100 bo'ladi. Endi bu joy 80 bo'lsa, bunga mos bo'lgan bu burchagimiz ham 80 bo'ladi. Xo'p, endi bu burchak bilan bu burchak teng deyapti. Demak, bu burchak ham 80. Endi yuqoridan D nuqtadan o'tuvchi va D1dagi parallel bo'lgan yana bitta chiziq tortib olamiz.
Xo'p, chiziqni yozdik. Endi keyingi qiladigan ishimiz. Ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng degan qoidadan foydalanamiz va S nuqtadagi burchaklar, ya'ni bu burchagimiz bilan bu yerdagi burchagimiz o'zaro teng. Demak, bu 80 bo'lsa, bu joyimiz ham 80 bo'ladi. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz uch burchak qoidasidan foydalanamiz va bu burchagimizni topamiz. Demak, bu yerda 80 bo'lsa, bu burchakni y deb olsak, y ning qiymati 20 bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerdagi y ning qiymati 20 gradus. Xo'p, endi bitta tenglik tuzib olsak bo'ladi shu joyda. Ya'ni bu to'liq burchagimiz bilan bu burchagimiz ichki almashinuvchi burchak bo'ladi. Ichki almashinuvchi burchak. Ichki bir tomonli burchak degani. Xo'p. Demak, ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradus degan qoidani ishlatadigan bo'lsak, y plus alfa plus 45 plus 80 teng 180. Endi bu yerda alfani topishimiz uchun y o'rniga 20 ni qo'yamiz. Alfani o'zi shunda teng bo'ladi. Alfa teng. Hop, 80 dan ayrsam 100, 100 dan 45 dan ayrsam 55, 55 dan 20 dan ayrsam 35. Demak, to'g'ri javob A javob bo'lar ekan. 5-savolimiz. 5-savolimizda birinchi qiladigan ishimiz yuqoridagi S nuqtadan o'tuvchi va D1dagi parallel bo'lgan chiziq tortib olamiz. Chiziqni qo'yib oldik. Yana bitta chiziq tortamiz. Endi D nuqtadan o'tuvchi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz. Hozir bizga ma'lumot beryaptiki, yashirib S da, ya'ni DS bu chiziq bilan bu chizig'imiz, ya'ni F chizig'imiz o'zaro parallel ekan. Demak, mos burchaklar ham o'zaro teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu tarafimiz pastki qismi 110 bo'lyaptimi? Demak, buni ham pastki qismi necha bo'lishi kerak? 110 bo'lishi kerak. Hozir chiziqni davom ettiraylik-da. Oxirigacha davom ettiramiz. Hop, demak, buni pastki qismi to'liq 110 gradus bo'lishi kerak. Men bu yerni x deb olsam, bu joyni y deb olsak, x plus y'imiz nimaga teng bo'lishi kerak? 110 ga. Hozircha shu ma'lumotimiz bor. Endi keyingi qiladigan ishimiz. Ikkala yashil chiziqlarimiz parallel bo'lyapti va bu burchagimiz 150 bo'lsa, bu burchakning qiymatini topishimiz mumkin. Ya'ni bular ichki bir tomonli bo'lganligi uchun buni qiymati 30 bo'ladi. Xo'p, 30 bo'lsa, ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng degan qoidadan kelib chiqsak, mana x ning qiymati ham 30 bo'ladi. Demak, x ning qiymati 30, x teng 30. Bu joydan x o'rniga 30 qo'yadigan bo'lsak, y ning qiymati 80 bo'ladi. Xo'p, demak, y ning qiymati 80 bo'lsa, endi hozircha shu joyda to'xtatib turamiz va yuqoriga qaytamiz. Yuqorida bu burchagimiz 140, bu burchagimiz esa 40 bo'ladi. Chunki bular ichki bir tomonli burchaklar bo'ladi. Xo'p, endi demak, mana x bilan y ning qiymatini topish shart emas ekan, tepasidagi 70 topib qo'ysak bo'ldi ekan. Chunki bu tarafi pastki qismi 110 bo'lsa, yuqorisi 70 bo'ladi. 70 bilan bu burchagimiz, ya'ni 40 plus alfamiz ichki almashinuvchi burchaklar bo'ladi. 40 plus alfa teng 70.
Demak, bu yerdan alfani qiymatini topsak, 40 ni ayirib yuborsam 30 bo'lar ekan. Demak, bu yerda hech qanaqangi x, y larni umuman keragi yo'q ekan. Mana 30 ni ham keragi yo'q ekan. Bizga faqat mana shu 70 kerak ekan, tepadagi 40 kerak ekan. Boshqa ma'lumotlar kerak emas ekan. Demak, to'g'ri javob 30 B javobda turibdi. 6. 6-misolimizda D1 D2 parallel deyapti. Keyingi ma'lumotda AB bilan DF parallel ekan. AB bilan DFni pastdagi DF davom ettirib qo'yaylik. Pastdagi DF davom ettirsak. Mana shunday holat bo'ladi. Xo'p, demak, bizdan so'rayotgan burchagi y bo'lyapti. Y ni qiymatini topishimiz kerak. Xo'p. 35 bo'lsa, D1 ni ham davom ettirib ko'raylikchi. D1 chizig'ini ham davom ettirib ko'ramiz. D1 chizig'ini davom ettirdik. Xo'p. Endi bu joyimiz 35 bo'lsa, bu joyimiz ham 35 bo'ladi, chunki bu ikkalasi bir-biriga mos burchak. Demak, bu burchagimiz x bo'ladi. Nega desa, bu x burchagi bilan bu burchagimiz ichki almashinuvchi. Demak, buni qiymati x bo'ladi. Bu yerda qiymati 75 bo'ladi. Vertikal burchaklar o'zaro teng degan qoidaga kelib chiqsak. Endi uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus degan qoidadan kelib chiqadigan bo'lsak, pastdagi uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Ya'ni x plus 35 75 80 110 teng 180. X ni qiymatini topadigan bo'lsak, 70 bo'ladi. Yuqoridagi uch burchakni bu uch burchakning ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, y ni qiymati 35 bo'lib qoladi. Chunki menda hozir x ni qiymati 70 bor. 75 ni qo'shsak, 145, demak 181 uchun 35 yetmayapti. To'g'ri javob C javob. Keyingisi. 7-savol. 7-savolda belgilanmagan burchakni x bilan belgilab olamiz. Ya'ni bu yerda x deymiz, bu joyni ham x deb belgilab olamiz va bizda berilayotgan ma'lumotlar D1 bilan D2 parallel ekan, lekin BC bilan GA chiziq parallel demayapti. Bizdan alfani topish talab etilyapti. Demak, birinchi qiladigan ishimiz bu 50 gradusga qo'shni bo'lganligi uchun buni qiymati 130 bo'ladi. Endi ichki bir tomonligi 3 ta burchaklari yig'indisi, ya'ni bu 100, 130 va 2 ta x ni qiymati 360 bo'ladi degan qoidadan foydalansak bo'ladi. Demak, bu yerda 2 ta x qo'shilgan 130 ga 100, 200 30 teng 360. Bu joydan 2x ni topadigan bo'lsak, 160 dan 230 ayirsak 130, x teng 65. X ni qiymati 65 bo'lyapti. Endi ichki almashinuvchi burchak, ichki almashinuvchi emas, ichki bir tomonli burchaklar qoidasidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu alfa burchagimiz bilan x burchagimiz yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Ya'ni x ni qiymatini 65 qo'ysam, 65 qo'shilgan alfa teng 180. Alfani qiymati 115 ga teng bo'lib qoladi shunda. To'g'ri javob D javob. 8-savolimiz. 8-savolimizda belgilanmagan burchaklarni x bilan belgilab olamiz. Bu burchagimiz x, bu burchagimiz ham x bo'lsin. Bizdan alfani topish talab etilyapti va berilgan ma'lumotlar D1, D2 parallel ekan, D3, D4 va D5 ham parallel ekan.
Xo'p, bizdan so'rayotgan burchagi bu alfa. Aha, xo'sh. Alfani qanday topsak bo'ladi hozir bu yerda? D1 bilan D2 parallel. Mana shundan foydalanamiz. Xo'p, hozir D4 ni davom ettiraman va D1 ni davom ettiraman. Chiziqchani. Xo'p, D4 ni davom ettirsak. Xo'p, va D1 ni davom ettirsak, bunday hosil bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Mana endi bu yerda 140 deb olsak va bu yerni x deb olsak, x emas, hozir x ni ishlatib qo'ydik. Y deb olaylik, qiymatini topsak bo'ladi. Bu yerda 126, 140 va y'imiz ichki bir tomonli 3 ta burchaklar bo'ladi. Bular yig'indisi 360 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni y qo'shilgan 140 ga 126 ni qo'shsak, 166, 266 bo'ladi. Teng 360 ga. Endi bu yerdan y ni qiymatini topsak, y teng 360 dan 266 ni ayirsak, 94 bo'ladi. 94. Demak, bu yerda y qiymati 94 mi? Demak, bunga qo'shni bo'lgan, qo'shni deyman, bunga parallel bo'lgan D2 chiziq, ya'ni D1 ga parallel bo'lgan D2 chiziqni ham, ya'ni mos burchagi bu yerimiz ham 94 bo'ladi. Xo'p, endi bunga qo'shni bo'lgan mana ikkita x'imizning qiymati necha bo'ladi? Buni topish uchun ikkita x qo'shilgan 94 teng 180 degan tenglamani ishlasak chiqadi. Xo'p, ikkita x'imiz teng 94 ni ayirsak 86, x ni o'zini topadigan bo'lsak 43. X ni qiymati 43 ekan. Hozir bu yerda pastda mana shu x bilan alfamiz ichki bir tomonli burchaklar bo'ladi. Bular yig'indisi 180 gradusga teng. Endi yozadigan bo'lsam, alfa qo'shilgan x o'rniga 43 yozyapman. Bu 180 ga teng. Bu yerdan alfani topadigan bo'lsak, 180 dan 43 tashlaysak 137. To'g'ri javob 137. Javob. Keyingi savolimiz 9. Xo'p, bizdan so'ragan burchagi alfa bo'lyapti. Berilgan har bir ma'lumotga diqqat bilan e'tibor qilishimiz shart bo'ladi. Xo'p, demak, shu to'xtataylik.